Assalomu alaykum, Dilyorbek Yusuf kanali obunachilari, chorvasevar akalar, ukalar. Mana semental buqa so'raganlarga, yemga tayyor paltarashga so'raganlarga mana akalar mollarimiz keldi. Mana semental buqa so'raganlarga rossiyskiy sementallardan keldi. Rossiyaning Gorniy Altaydan kelgan mollar mana. Epichlari sog'lom akalar. Yashur kasalligidan chiqqan mana mollarimiz. Olaman, boqaman, yemlayman deganlarga paltarashgan zo'rlardan kelgan akalar mana. Yelkalarini ham ko'ringlar akalar. Buzuq narsa, yelkalari ham buzuq mollar. Qo'ylari biri 10 dan, biri 25, biri 30. 35ligi ham chiqdi, adashmasam olti ortgan. O'lchab ko'rganimizda akalar mana. Oqsil kasalligidan to'liq chiqqan, oyoq oqsagan unaqa narsalari yo'q. Olaman borib yemlashni boshlayveraman deganlarga, paltarashga buqa so'raganlarga akalar mana. Mana akalar orqalaridan ham ko'rsatib o'tamiz. Pachka mollar kelgan, yangi partiyada. Mana. Narxini ko'p kuttiramiz akalar. 22 milliondan ichidan 2 dona chiqarib beramiz. Pachkasini qarang, yomon zo'r mollar ekan. 22 milliondan 2 ta chiqarib beramiz. Kelib zo'rini tanlab olaman deganlarga akalar, xohlaganimni tanlab olaman desa 26 millionga tanlab ketaveradi. Mollar arzon bo'ladi bugun. Narxlar bomba bo'ladi akalar. Mana. Ko'ryapti turganinglar, patsos mol emas, paltarashga mollar ko'ryapsizlar akalar. Like'lar bosib turinglar, kanalimizga yangi bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Manzilni aytib o'tsak, Andijon viloyati Shahrixon tumani Do'lan mahallasida. Ekrandagi nomerlarga Telegramda yozsanglar, Telegramdan lokatsiya ham tashlab beramiz akalar. Pachkaligini qarang, qapti. Bu yoqda ham mana mollarimiz bor akalar. Ko'rib o'tirasizlar. Shahrixonlik arzonchini fermasidamiz akalar. Ko'p odam taniydi o'zi. Mana mollar. Mollar yepichisi zo'r, xudo xohlasa akalar. Paltarashgan zo'ridan boqaman deganlariga jo'natib ham qo'yaverasizlar akalar. Sementalidan so'raganiga sementallaridan ham. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat. O'tkazgan vaqtinglarga